Salom, sizlar bilan men Real do'stlar. Bugun biz almas topguncha survival qilamiz. Haligi oldingi videoning ikkinchi qismi bo'ladi bolalar. Biz hozir daraxt chopishimiz kerak. Oldingi serialga men almas topa oladimi? O'sha videoning ikkinchi qismi bo'ladi do'stlar. Do'stlar mana daraxt chopyapmiz. Daraxtlar kerak bo'ladi ekanlar shu an. Bu kerak emas. Ko'p daraxtlar kerak bo'ladi. Mana daraxt chopyapmiz. Do'stlar, videoni to'xtatib turaman. Ko'p daraxt chopgandan keyin sizlarni duo qilaman. Ko'p vaqt sizlarni ko'p vaqt ko'rishni istamayman. Mana do'stlar, yetarlicha daraxt yig'ib oldik. Kichik bo'lsa ham o'zimizga kerak narsalar yig'ib oldik. Keyin hozir sizlar bilan daraxt chopib o'ramiz. Bizga juda ko'p daraxt kerak bo'ladi. Chunki sizlar bilan konni almas qidirishga nimalar kerak bo'ladi. Obunachilar, sizlarga yana bitta shartim bor. Bu Ramazon oyi uchun sizlarni tabriklab qo'ymoqchiman. Ramazon oyini ham bilan do'stlar. 200 ta bo'laylik. Obunachilar, iltimos. Men katta orzum shu 200 ta bo'lish. Iltimos obunachilar, 200 ta bo'laylik. Keyin almas to'plashga tushaveramiz do'stlar. Keyin yana olaylikmikan nima bilan. Singlim bilan yana video bo'lsa video olamiz do'stlar. Sizlardan bitta shu video jo'lang, kommentariyaga tushasizlar, plus belgisini qoldirsangiz singlim bilan video olaman. Shu videoning 3-qismi bo'ladi. Konna bilan almas topamiz. Qo'shiladi yangicha. Daraxt chopishimiz bilan chiqib ketamiz obunachilar. Yetarli obunachilar. Biz endi konga tushib boramiz. Aytishcha yuraylikmi? Kecha yursak bo'ladi obunachilar. Unchalik ko'p yetmaydi. Bu ana. Matlas kulib bor. Shu cho'pni nima qilsak cho'tga bo'ladi obunachilar. Yana bitta singlim hozir Minecraftni o'ynayapti. Agar singlim ham chaqiramiz aka. O'yinimizga nima qo'shadi? Ko'mirlar to'plash kerak. Tosh davri. Toshdan tushib ketsak ham bo'ladi obunachilar. Konga. Obunachilar, bu Minecraftda hech qanday cheat beat yo'q. Biz haqqoniy o'ynaymiz hozir obunachilar. Agar bironta oldingi videolarda nosozlik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz obunachilar kattakon. Kecha nima ko'mir to'plasak, keyin tushib ketamiz. Fakir yasab. Bittagina ham olsak. Temir topa olamizmi? Temirli aslahalar qolardik. Nima qo'yaylik? Shuyli obunachilar. Birinchi bo'lib bizga kerak bo'ladigan narsalar
yetishmayapti obunachilar. Ko'proq temir kerak bizga. Biz ko'p narsalar yasab olamiz keyin. Toshli. Keyin Nezerga ham borishga harakat qilamiz obunachilar. Obunachilar ovozim chiqmay turganiga bo'lmaysizlar. Ovozim chiqmay turishi ham mumkin. Chunki mana endi gapirgim kelmay qolyapti. Sakkizta cho'p yetari obunachilar. Obunachilar endi tushib ketamiz konga. Paketlar savoy kelsak endi. Obunachilar omadim keldi. Omadliman men. Omadim keldi. Shu bilan temir topildi. Temir yo'qmi bu yerlarda? Şu an arkadaşlar. İyi. Minecraft bug bo'ldi shekilli obunachilar. Bug menimcha ishlamayapti. 100% bug'dir obunachilar. Kommentariyada izohlarni qoldirib ketinglar. Bug'mi yo bug emasmi? Ko'p temir topdim obunachilar, lekin temir kon topib oldim men. Ha, tugab qoldi parazit. Tepasiga chiqamiz. Tepeye çıkamiz endi obunachilar. Hashtag'im oldimmi? Chiqib ketamiz. Ikki uy qurib olamiz obunachilar biz. Keyin sekin tushib olamiz. Tanır zombini ovoz kelyapti obunachilar. Tepaga chiqib turaylik obunachilar. Ishda tun kelishini kutib o'tiramiz endi. Ishda loyim bor ekan, daraxt ekib qo'yamiz. Küçülmezden çıkıyor ya. Böyle. Tamam.
Biz mana shu kutib o'tiramiz obunachilar. Endi tong otishi bilan sizlarni videoni keyin boshlayman tong otishi bilan. Xayr. Mana do'stlar hali ham ertalab bo'lgani yo'q. Zombi bashalar hid qildi odamni. Hali ham bo'lgani yo'q. Qachon bo'lishgan ertalab. Katta sen nima qilasan bitta? Kuchak. O'rgimchak balon. Pishirgan balon. Chiqarasanlarmi? To'ldirlar. Chiqarmaydigan shinga. Mana shularni urib tashlayman. Yo betdan. Qorong'u balon. Chaq, tatta chaq. Chiqarsang chiq. To'ldirmaydilar. Pichog'im bo'lsalam bitta otib kelsa qo'yaman. Ertalab. Qo'yaman. Kirgan buqaga kirib ketadi. Yaxtlar chaqmi? Yo'q. Direkt boshdan ketganman. Lo o'zlari. Bo'pti obunachilar, ikkinchi qismini tomosha qilinglar.